Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun. Babu adabi tilaveti ve durusul Kur'an'ı. Bu bir babdır. Yak olmaydı. Tilavet kılışniki adabi ve Kur'an-ı Kerim'niki okuşniki adabıniki babudur bu deydimdi. Bizim de Kitab-ı Fezail Kur'an degan kitapni o'qiyapmiz. Yani kitapni kin andikin yani bab keladi. Bu kitapniki qoidasi shu yani. Yuqorqi babda Kur'an-ı Kerim'deki fazileti, yani Kur'an-ı Kerim'deki içindeki her bir ayet, yani köpünçe ayetlerniki, ya ki bazı ayetlerniki, ya ki bazı sözlerniki faziletli ekanliginiki üstüdeki hadis. Peygamber sallam neme degan? Muşning üstüde mene to'xtaldik. Hozir endi Qur'oni Karimni o'qimoqchi. Qur'oni Karimni o'qimoqchi bo'lgandan keyin shu o'qiganlikniki o'zini mana oqa o'qiganlikniki o'zini nima deydi? Uni tilovat deydi endi. Talayatlu tilavatan. Yani tilavat qildi degan gap oqa yani uni to'xtatib qo'ymay, ulab mushta o'qiganlikniki o'zini arabcha tilida deydi uni tilavat deydi. Yani ergeçti degan gap azli talayatlu. Bir narsa, bir narsaniki oqisiga shundoq aralashgan bo'lsa, ergashgan bo'lsa, uni nima deydi? Uni tilavat deydi endi. Bu yerda tilavat degan faqat Qur'oni Karimni mana qancha yillik oqa takrorlab mushuna o'qiganlikni tilavat deydi endi. Adab degan nima? Axloq. Yani adabun degan adabunniki nimasi keladi? Jam'isi. Adabun, adabun boludu. Ondan oğandikin yani Kur'an-ı Kerim'ni o'qishdiki bo'lgan bir nima adab var. O adab yani qayda, yusum var. O qayda yusum qavun Kur'an-ı Kerim'ni o'qigan vaqtda o'zida har qanday bir odam o'zigidan uni o'qishga bo'lmaydi. O o'qishganda mesela ustozni tutib, ustozning o'rganadi. Mesela Kur'an-ı Kerim boshda ilib batasi o'qigan vaqtda o'zida onundan keyin inan o'qigan vaqtdagi o'zida mesela tecvid, Kur'an'ı yad edish, Kur'an'ning ma'nosini o'rganish, tafsir qilish deganlardek, men bu shunday nima va uniki qoida usullari bor. Men mushniki nimasi o babi. Durusul Kur'an. Kur'an-ı Kerimni o'qish. Darasa yadrusu, ders ve durus deydi. Ondan keyin darasa degan ma'nosi nima? Qiroat, yani o'qish degan gap. Yani maxsus, yani ilim elish maqsadi o'qigan narsaniki o'zini ders deydi endi. Endi Qur'oni Karimni meni o'qishning nimasi bor? Bir adab, bir usul, bir xil nimasi bor, qoidasi bor. O Qur'oni Karimni epli o'qish, u to'g'richa emas. Ondan keyin Qur'oni Karimni tilovat qilishda, Qur'oni Karimni shundoq meni dars qilib o'qishniki o'zida buniki bir qoidasi bor islom dinimizda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem belirtken şu kaydı bunun için ne kılışımız gerek, okuşumuz çok gerek. Benim şu üstedeki, yani babki şu doğruluk gelgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki hadislerindeki üstedeki neymi o bab deydimdi. Birinci fasıl. Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu ta'ala'nda rivayet kılındı. Dedi bu Musa, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerimni yo'qlab turinglar. Unda tashvatmanglar deydi endi. Taahadu degan endi tafaala yatafaalu babida chiqqan nima o amr. Unda o'g'andan keyin asli taadning ma'nosiniki o'zi yenglab turish degan ma'noda ahd deydi. Yani madem ahd verdim degan gap, men mana ishni rasmiy qilish uchun yangidan men bir so'z verdim. Uni qattiq qilmasam bo'lmaydi degan gap. Bu yerdagi ma'no nima? Tahappul. Yani Kur'an-ı Kerim'ni saxlanglar, yani muhafazat qilinglar. Kur'an-ı Kerim'ni yo'qlab turinglar. Kur'an-ı Kerim'ni bir o'qigan petim o'chani o'zidan bir qancha kun yoki bir qancha vaqt o'chani o'zi tashib etib undaqcha qilishga bo'lmaydi. Bu bir nima? O ne'mat. O tashvatganlikniki o'zi Kur'an-ı Kerim'ning kori yo'q. O'chani o'zida Alloh taolo bergan ne'matga tuzkorlik qilgan bo'ladi. Bu to'g'richa emas. Nima ish qilsa? Pes qasam Allohga ki meniki nefsim şu Allah'ınki qo'lidadir. Yani ilkididir. Men şu Allah'ınki ilkide olan
mene şu zatına qasam qilmanki, jazman bu Qur'oni Karim eng qattiqdir. Mene nima qilish jihatda, kechish jihatda. Nasıl tefassa deydi halis. Yani ayrılıp ketish tarafta degan gap. Mayada nima o tanaffur. Yani jazma bu Qur'oni Karim her ayna bu Qur'oni Karim qattiqdir. Nafrat, yani kechib ketish jihatda nima deydi bir tögüdinki o mene o'ziniki nimalarda og'amchilarda, tanillarda chigilgan. Mushu tögüdü mu bak nima qiladi o Qur'on kechib ketib odamning vujudida-chu, qalbida-chu to'maydi dedimdi. Endi tepassuyan deydi, tepaulan babida chiqqan bir masdar. Uqul degan nima? İqaluniki jam'isi iqal degan aslida mushu yerki arablarniki tögüniki o'zini shu tizibilan yoti tarafdagi nimasi bundaq chigib mang'amisin deb chigib qo'yganning o'zini chiqqan ash taniniki o'zini iqal deydi ekan. Buniki jam'isi nima? Uqul. Unda o'g'andikin Qur'oni Karim mushu yerki putini chigib qo'ygan tögüde mu bek ürküp kaşıp geçti mi onu da beklemek yapıyordu kaşıp yedi. Yani o tögüneki yüzü putu çekip koysak nemiz çekip koydu kaşıp gitmesin de. Ben aş tögüneki yüzü aşağıda yeşilge vaxtımızda şunda kaşıp adamın küçüm yetmeydiğen aşı şunda kaşıp yedi. Anda oğandaki Kur'an-ı Kerim men muşluğunu bir kılıda okşaydı. O Kur'an-ı Kerim bir kata okup koydum, yad hep koydum diğerlik falan o iş şu bombaydı. Çünkü ne için? Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ınki sözü. Allah'ınki sözü olandiken ma insanlarınki o sözü başka. Allah başka, Halik Taala başka, məxluq olan bendiçi başka oludu. Anda olandiken Allah'ın sözü başka oludu. İnsanın sözü nime o başka olandiken o ayrım olandiken bu Allah'ınki sözü bu insanlarınki vücuduğa ben öğünüp uçanınki üzerine bu adetlenmekçi ters. Ama insanın sözü. Uçanın yüzüde kişi çağını tartıp sözleşip uçanın adetinde uçanın vücudu durdu. Unutup kalmaydan her bir millet yüzündeki işi çıkan farapsor alim ölümalarındaki ziyanındaki ipini uçağda içtikçe unutup kalmaydı. Ama Allah'ın sözü o insanlığa nispeten o bir halde tunuş olmadan diken hem de o mümin Müslüman o tunuş onun da hiç kananım yok. Ama yeni bir tarafta etkı vakti yüzüde bu tunuş olmadan diken adamdaki vücudu içtikçe tutmaydı. Ama baş unutulup kalgan şunda kalbimiz küçülüp boğuşa yine kaçıp aşında çıkıp durulgan bir hususiyet şu ege. Anda o andaki siz neme deydi Kur'an-ı Kerim'le devamlılık yoklap, devamlılık tehrar kılıp, devamlılık şu neme şu turuna, devamlılık saklana, devamlılık köngülülüp turuna deydi. İbn Mesud radıyallahu ta'dan rivayet kılın dedi İbn Mesud dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Acep mi yaman anda bir mersi ki onlarınki birisi üçün idi nimi o dese şu ki dige şu biri nimi dige unutulup kaldım palanı sörniki ayetini deyiş bek yama iş o bundah mı bolamdı deydi Peygamberimiz. Hem de bahsedilen epel mad ve zemninki katarda olan zem üçün kelgen nime o pil. Ma degen onunki nimisi olan oludu, ismisi olan oludu. Li ahadihin degen bu ma degen mevsup li ahadihin degen onunki cari mecrur mutlak mehsup oludu. Eyyakul şu mehsus biz zemninki nimisi o ismi. Onda o andikin hecep mi yaman yani ma degendeki üzü şeyyen mi diye manada keladi. Hecep mi yaman anda bir mersi ki boğuçidi ol nerse ulanık bir suçu. Yani Müslümanlarınki bir suçu bolulan bir nersi var şu nersi pek yaman deydi. O adetki nersi emas o eski naçarlıkta. O kavu dese mine şu ki o adam degen palan sörünün ayetini unutulup kaldım, palan sörünün ayetini unutulup kaldım diyen gep pek set gep o dini tarafta doğru olmayan gep deydi. Nimişka dese, yani Allah Teala o adamga Kur'an-ı Kerim okuş ve yad edişten ibaret olan bir nimetini bergendeyken, akıda kopup ben unutulup kaldım diyen gep, o adam Kur'an-ı Kerim'e ehemmiyet vermegen gep. Kur'an-ı Kerim'e köngül bölmegen gep, bir kata yad aldım kopta taşıvatkan gep. Bu
Kur'an-ı Kerim o adamniki bütün hayatıniki asası nemisiydi cevheri. Yani küzdeki karçuğu. Şunu da o Kur'an-ı Kerim o adamniki hayatıda mı muhimçi nesiydi. Ana oğanik bunu taşıvatkan diken, köngül ölümgan diken, ona itibar almagan diken, ben unutulup kaldım diyen gap şunu için bildirdi. Belki ne okusun? Belki desin şu bir anla nusiyen. Belki nime kılındı, belki unutuluruldu o adamni. Hem de nesiye yensa deydi o unutulup kaldı. Yani unutulup kaldı diyen gapniki üzedin bu unutulup kalışındaki sebebi ben müştakçı yani cık oludun. Onunki tabi tabi micaz yani tabi yılık insan asli tabiyeti de bazı insanın unutulup hak oludun. Asli yılık tuğuluştan. Bazı insanın tutuluş kabiliyeti için oldu ya normal oldu müştak oldu. Ama nessa yunasi tensiyeten deydi uçağınızda unutuldu deydi. Yani unutuldu diye yüzdeki unutulgusu yok. Ama ikinci bir taraftan ki bunun faktörünü unutuldurmaktı. Anda o adeken bu yerde nusiye. Uçağınızda pa'ala yupa'ilu babıda çıkan bu ne buludu? Pil olan buludu. Onda o adeken belki unutulduruldu o adamni. Yani unutuldur kim o? Allah unutuldu. Ama bu adamın yüzü nimeti unutulgusu yoktu. Ama Allah Teala muşu yüzdeki hikmeti nimi bilen muşta unutulup kaldı yani unutulup kaldı unutulduruldu digini bu nime o yaxşı ama unutulup kaldı diyen gap Kur'an-ı Kerim ehemmiyet vermeyen gapni bildirip kaldı anda ondaqçı demesin deydi. Mene anda oğandiken vestezkeru Kur'an'ı sile devamlı zikr kıp duruna Kur'an-ı Kerim istezker yani zikrine hazır kılana yani istedikler degan gap aslashniki o'zi davomli oshkor qilib turgan ekan bu nima keladi bu yerda arab tilidagi bir qoidasiniki o'zida asli pil sulosi mujarrad yani 3 harfdan bo'ladi 3 harfdan ziyoda bo'lganini o'zi mubolig'ini bildirdi unda bo'lgan ekan istafala bobida kelgan bo'lganda Qur'oni Karim nihoyat pek aslab turinglar yani aslab turinglar degan gap oqshom kunduz bekor turmay imkoningiz bo'lsa vaqtingiz Qur'on uchun o'qib turinglar chunki bu Kur'an-ı Kerim en katlıktır. Mene jiraklaşış, mene kaçış cihetten er kişilerinki nemeside köksüdür. Er kişilerin köksüdür kaçış cihetten pek katlıktır nemeden naamdin. Naam degen naamınki nemesi olduğu cemisi naam buludu. Yani hayvandın. Hayvandın mı pek neme o kaçıp gidiyordu. Hayvan bir yer bağlap koysak aş bekar tutmay yüzü aşı kaçıp gelsem bolduk dep ağam için muşundaq tatip muşundaq bekar hareket qilib turdi. Qur'oni Karim bunu mu bak nima o qachiman deb turdi deydimdi. Men muttafaqun alayhi va ziyoda qildi İmam Muslim minan na'aminiki oxirida bi uqliha deganni. Ya'ni hayvondinki o chigirguchi uyda yuzdagi nemisiga og'amchillarga men og'amchillarga shunda chigilgan aşu hayvandımı bu Kur'an-ı Kerim erkişlerinki köksüde, kalbide şunda keçip gitip nefretlenip aşında turulgan çoğu bir xil nime o nese bu Kur'an deydim. Şuna Kur'an-ı Kerim yad edişte adette kandan yad alınan gap hiç bulmadı degende aşu bir sayfa ya bir ayetin 5-10 ya olmaydı bir sayfa olsa bir yüzdün cik kata yad almasa tuğmaydı demdi. Bu nime için? Çünkü Kur'an-ı Kerim abiyatı degende bu mana butkul koinotni yaratgan bir zotniki nimasi so'zi. Biz nima o maxluq ikkisi bir-biriga nima qilmaydi, o'xshamaydi. Asli tabiatimizmi o'xshamagan ekan, o'chaning o'zida bir ayrim bir narsa bo'lgan ekan, u shundoq insonning qalbida ishtiqchi turmaydi. Unda bo'lgan ekan, men mushundagi oldin erish uchun nima deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimni davomli mana yo'qlab turinglar, o'qib turinglar, men ahamiyat beringlar. Davamlı Kur'an-ı Kerim'ine ben unutulup kalması için tehraçı kıp durunlar deydendi. Eslep durunlar deydi. Mene Kur'an-ı Kerim'deki adapçı muşu. Davamlı ne kıp duruş gerek, okupçu duruş gerek. Yine İbn Ömer radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı şuna da cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Cezmen Kur'an-ı Kerim'deki sahibindeki mesele nemi okşaydı o desen çigilgen tövgününki sahibi çok okşaydı. Yani Kur'an-ı Kerim sahibi kim o? Kur'an-ı Kerim'in ilgisi. Yani hafızda. Mene hafız olan adamniki meseleni okşatsak uçanıki üzüde Kur'an ilmine çigilgen tövgününki ilgisi çok ne kılıdı okşaydı.
Eğer mene o'xshaydi. Eğer ko'ngil bilib tursa bu adam shu yilki to'giga o'chani o'zida bu adam o to'gini nima qilib turdi? Tutib turdi. Ya'ni chigilgan to'giniki egsi o'xshaydiki o adam meni bog'lab qo'ydim demassin. O adam nima bog'laydi, qashib ketmasin. Ma to'giniki o'zi bak eski tug'maydi bu yer degan bo'lgan ekan. Ya'ni bog'lab qo'yib turishi bilan turishga bo'lmaydi. Qanday qilib qashib ketganmidi, nima bo'lgandi, nima bo'lgandi deb mushunday nima qilib turgan gap ko'ngil bo'lib ahamiyatni berib, mushunda turadigan gap, turadigan bo'lgandan keyin agar ashunda qilsa, andiki Qur'on nimani u to'ginichi tutalaydi. Shukchu tutalaydi. Va agar quyvassa u odam u to'gini, bo'pti men bog'lab qo'ydim deb shunda quyvassa u to'gini qo'ydi, amal qilib shadi vaqtida qashib ketdi, ketib qoldi bu to'ga. Unda o'g'an ekan Alloh taolo bir odamga hofiz qilib Qur'oni Karim yod oldirgan mushunda bir ne'matni bergan bo'lsa, u odamning o'zi davomli Qur'oni Karimni kunduzigidek mana nima qilib turish kerak? Mana o'qib, aslab, mushunda tahrochi qilib turish kerak. Shu ko'ryapmiz. Shu hofiz bo'lgan kishilarning o'zi o Qur'oni Karimni bir qator ya da bir qancha qator yodlab bo'lgandan keyin u Qur'onni ya 1 yil yoki 5-6 oy o'qimasa yoki ish bo'lmadi deganda meni yoki 1 hafta o'qimayli qilib qolgandan keyin u choniki o'zida Qur'oni Karim o'qiy olmaydi u odamda. Nima uchun? Nima uchun? Chunki u odam o Qur'onga ahamiyat bermaganlik. Ya'ni demak, mana mushu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushu tamsilni qilish orqali Qur'oni Karimniki kishilarning vujudida tug'a vaqt o'zida nima turadigan gap shunda ya'ni qachon kelib chiqarsam bo'ladiki degan mushda bir holatda turadigan gap. Ana buni ching tutish uchun, unutilib qolmaslik uchun davomli tahrochi qilib turish kerak. Davomli aslab turish kerak. Mana bu. Endi bir qator yod deb bo'ldim. Hemen qori, men hofiz desa, uçan o'zida o hofiz bo'lgan odam, hofiz bo'lmagan odamdan bak eshib keladigan gapni o'qimaslik degan. Tilimi kelmay uçan o'zida. Bu nima o? O odamga bu yerda yaxshilik emas u. Jundub ibn Abdullah raziyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedi ul Jundub, dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam, Qur'onni o'qinglar. Iqra'ul Qur'on. Qur'onni nima qilinglar? O'qinglar. Ya'ni o'qishni nima qilinglar? Qur'onni o'qishni davomlashtiringlar. Madamiki mena i'talafat alayhi qulubukum. Mena madamiki mena nim bo'lsa, jug'lansa shu narsa shu Qur'onga sizning qalbinglar. Ya'ni seninki qalbinglar butkul vujudinglar, qalb insonniki nimasi asos markaz. Unda uni podshoh. Unda o'niki qalbinglar shu Qur'oni Karimga markazlashgan vaqtingizda jamlashib, men rasmiy Qur'on o'qiyapman deb huzur qalb xushu bilan o'qigan vaqtning o'zida shu chon o'zi Qur'onni nima qilinglar? O'qinglar. Ya'ni rasmiy ruhliq, jonliq o'qisam bo'ldi deb qiziqib turgan vaqtning o'zida Qur'onni nima qilinglar? O'qinglar. Qachoniki ixtilof qilishib qolsanglar, ya'ni qanday qilishib qolsang ixtilof qilib, og'zinglar o'qiydi, ko'zinglar Qur'on qarab, ammo qalbingizcha o'qig'unichi yo'q. Yoki so'z yoki munda bir uyqonga kelib ketgan yoki boshqa ish bo'lgan bundoq vaqtning o'zida bo'lib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida bu Qur'oni Karim o'qishni nima qilinglar? Uni quvib ketinglar. Qur'onni uchun o'qimanglar o'chaqda. Uchu ubdanchu bo'lmaydi. Qur'oni Karim degan Allohning so'zi sizga bergan ne'mat. O'chan o'zida og'zingda, ko'zingni o'qib, qalbingni xushur qilib, uning ichidagi ma'ni tafakkur qilib, mana huzur alovatidan tazarru bilan o'qimagan vaqtning o'zida nim bo'ladi o'chan o'zida Qur'oni Karim? O'chan o'zida mana og'zing so'z va qalbing o'xshash bo'lmagan bo'ladi. Qalb va og'zi va ko'z hammasi Qur'on qaragandan keyin asli qalbiniki hammasi bu Qur'onga qarab tafakkur qilib, xushur qilish kerak. O'chan nima bo'ladi? Rasmiy muvofiq bo'ladi. Ammo ko'zida o'qiyotgan, og'zida o'qiyotgan, ammo qalbida chu boshqa turayotgan nifoq. Unda o'g'an ekan bunday ishni chu qilmanglar deydi. Endi bu bir ma'no. Yine bir ma'noda bu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki zamoniga xos deb mundaqmi qaraladi. Sizlar Qur'oni Karimni o'qinglar. Anda bir vaqtdagi mana jo'g'lanadi o'nuga o Qur'oni Karimga sizning qalbinglar. Sizning qalbingiz jo'g'langan, ya'ni birlik kelgan vaqtning o'zida Qur'onni nima qilinglar? O'qinglar. Ya'ni shu bir minch hofizlar, qorilar bo'lgan bo'lsa, ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki davrida Qur'oni Karim tushgan vaqtning o'zida mana
şu insanlarga sabit okup berdi, ba'zileri qalbiga. Men bir o'qigan patim uni yod etib qoldi. Ba'zilar payg'ambarimizniki mana bir qancha shu vahiyni yozgan katiblar vardı. O katiblar masalan varaqqa yoki qog'ozga yoki to'giniki terilarga bundaq toshqa bundaq yozilgan ish vardı. Şunu bilan Qur'oni Karim u yerda shu bo'lib qoldi. Unda u ekan Qur'oni Karimniki o'zi mana shu vaqtimizda hammaga o'rtaq kelgan vaqtimizda oyat mayat bo'lib qolgan yoki ma yod deb boshqa qolgan vaqtimizda shu Qur'oni Karim uchun nima qilinglar o'qinglar. Agar Qur'oni Karim o'chan o'zida mayat bir xilroq oyat anda bir qiraq bo'lib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida bu Qur'oni Karim o'qimanglar. Uçup bo'lmaydi deydi. Bu hamda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki shu zamon xos deydi. Keyingi davrniki o'zida mana Osmon roziyallohu ta'ola'niki zamonida Qur'oni Karim hamma yani bir yak jo'g'lab bir yak markazlashtirgandan keyin o'chan o'zida bu ish shu u yerda bo'lmaydi deydi. Qatada roziyallohu ta'ola'ni rivoyat qildi. Qatada so'raldi. Anas roziyallohu ta'ola'dan qandoq berdi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki qiroati. Qur'oni Karimni o'qishniki o'zi meni qandoq o'qiydi Payg'ambar Qur'oni Karimni deb so'raldi. So'ragan vaqtdagi o'zida meni Anas roziyallohu ta'ola'ni dedi. Berdi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki qiroati meni maddan verdi. Maddan so'zishcho berdi. So'zib nima qildi? O'qiydi deydi. Anadikin so'zib o'qiydi deydi. So'zib o'qiydi degandek keyin andagi tafsirlar vardı o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohimni o'qiydi, o'qib men so'ziti bismillahi deb lani uchun so'ziti va so'ziti ar-rahman deb so'ziti va yana so'ziti ar-rahim deb nima qildi? So'zibchi o'qiydi deydi. Bu tajvid qoidasiga oid bo'lgan nima u? Hadis. Ana undan keyin tecvid kaidesiga asasen okuş. Yani bu yerde sözlü degendeki hemmimizge ma'lum. Arap tilindeki özü 28 harf. 28 harfdeki içinde 3 harf var. 3 harf nima o? Mana so'ziq tovush. Bizim Uyg'ur tilidagi so'ziq tovush deymiz o. So'zib o'qiydigan. Nimalar o harflar? Yani harf illat. Vav, nima ya ilp. Mana mushu so'ziq tovush bo'ladi. Buni nima qilib o'qiymiz? Uni so'zib o'qiymiz. Ashundaq şu harflerniki üzü sakin bu kelgan vaqtniki üzüde men 3 harfniki üzü yoki hamziniki üzü sakin bo'lgan vaqtda üzüniki oldin nima bo'lsa pati bo'lsa uni ilib qalb qilamiz. Men mushundaq bo'lgan vaqtimizda uni nima qilib o'qiymiz? So'zibchi o'qiymiz. So'zib o'qib qana o'qiymiz ana men dedi. Bismillahirrohmanirrohim o'qigan vaqtimizda Bismillahirrohmanirrohim la deb mana bu so'zga vaqtning o'zida mana bu yilqi tajvid ulamolarimizniki ko'z qarashicha ba'zilari bu harfni 2 harf miqdori. Mana nima qilamiz buni so'zimiz. Ya'ni Bismillahirrohmanirrohim. La bilan ayilqi la bismillah so'zmagan vaqtimizda bismillah deb o'qiydik, ammo yana bir bismillah degan vaqtimizda uni bir qator so'zimiz deydi. Ya'ni bu so'zimizki o'zida mana durust bo'lgani va vojib bo'lgani va tabiiy bo'lgani va arziy bo'lgani va bu tecvid kaidesi keng nima qiladi uni deyiladi. Mana bu tecvidniki asli yani vacip bo'lgan nimalar va o'chaning o'zida bir mat va u mat qavm mana masalan dabba deymiz. O'chaning o'zida zallin deymiz. Mana zallin bilan dabbiniki o'zida mushunda ikki bir jinslik kelib uniki oldi mushunda ilib bo'lgan bo'lsa uningdagi iki harfniki o'zi sakin bo'lsa o'chaning o'zida yoki harakat bo'lgan bo'lsa uni ikkinchi harfga men kirgizib o'chani bir harf qilib tashqib o'qiymiz. Asli zallarniki asli nima? Zalilun, failun vazi kelgandan keyin unda o'niki bu yerdagi bu ilibni so'zish nima o? Vojib. Shuning vojib. Yeni bir ilib bor. O ilibniki masalan harflar yoki nima bu nima o? Durus. Masalan va ma atakum madinkin ana ata degan zibar kelgan bo'ldi o'chaning o'zida bu ma'niki o'zini so'zishligi o'zi ya'ni matbuni so'zishligi o'zi u nima u durus vojibchi emas. Shunga ba'zi qorilarning o'zi va ma atakumur rasul deb ma debla ikkar miqdor so'zib keladi. Ba'zilar nima qiladi? Ma atakum deb 3 harf 4 harf miqdori mundaq nima qilgan gap so'zilgan cho'q gap. Endi bu yerda ariz degan
mundaq bir qayda var. Mesela ariz degan gapning o'zi nima? Yaquluniki asli nima? Yaqulu, yapulu. Bu yerdagi vaniki o'zi sokin bo'lib, uchan o'zida mundaq mat bo'lib ketishniki o'zi bu yerda harf illat bo'lgandan keyin harf illat uchan o'zida pashni ko'tara olmaydi deb, u pashni yuqorqi pilga o nima qilib, uni yo'tkapla andiki yaqulu deb kelgan gap bu yer arizi. Yani kim paydo bo'lgan asli o'ziniki asli qoidasi o nimati o pashti. Mana uniki sokinlik keyin bir boshqa sababdan kelib qolgan bir nima bo'lgan bo'ladi, o qoida bo'lgan bo'ladi, bir harf bo'lgan bo'ladi. Shu bu nima o arizi. Mana bu ariziniki o'zidan qanday so'zimiz ikki harf miqdori. İşte yaqulu, mesela yabiyu degandek. Men shunda o'qiymiz. Bu o'qishniki o'zidan asli shu arab tiliniki pusha, ya'ni qadimiy arablarniki osh payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu davrniki oldi keyinlarida bo'lgan. Men shu arablarniki asli qoidadagi sap arablar bo'ladi. Pusha. Shu sap arablarniki o'ziniki asli til bo'lgandan keyin o'chan o'zidan mana sirtdagi g'ayri millatlarga millatning hech qanday aralashib qolgan millat so'zchi emas. U tabiiy o'ziki arablik saqlab qolgan bir nima bo'ladi, o xalqcha bo'ladi. Bu joniki o'zidagi osh arablarniki og'iz chiqqan osh harfniki va mahrajlarniki o'zi qandoq chiqqan bo'lsa, aynan shundaqcha o'qish. Bu nima o tajvid endi. Tajvid qoidasi shu. Hidan Ebu Hureyre radhiyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhsat vermedi Allah Teala hiç kandan bir şey egen. Andaq bir niməsindeki ruhsat verdi bir peygamberge ki, mene təğənni kılıdı o peygamber nimene Kur'an-ı Kerimni. Mene Kur'an-ı Kerimni, mene Allah Teala hiç kanda bir peygamberge ma'ini kısan boludu, anı kısan boludu deyip onda bir ruhsat veriş, iş tarih bu ya onda iş bakmadı. Ama Kur'an-ı Kerim'deki üzerine, Kur'an-ı Kerim'de ibaret olan bu Kur'an olan ilahi sözündeki üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu nima okuşka çıraylık, yani nakş şekilde avazın tehimi çıraylık muşunda okuşka nima kıldı Allah Teala ruhsatçı bədi. Bu mesela bu Allah'ın sözü olandıkken Allah'ın sözündeki üzerine yani insanlarınki naşın nakşayı müzikiga mışında keltirip onda okuşun üzü bu nimemez o dursemez. Ama Kur'an-ı Kerim kelgan vaqt o'zidan Alloh taolo buni nima qildi? Payg'ambarga ruxsat berdi ki Kur'an-ı Kerim naydi chiroyli, mungluq, munda mushta o'qishga, men Alloh buni o'qisam bo'ladi deb ruxsat berdi deydi. Unda vaqtdan biz Kur'an-ı Kerim o'qigan vaqt o'zida undaq sat o'qimay, og'zimiz keldi deb o'qimay, rasmiy chiroyli bir shaklda. Tabiiy, yani o'rganib, tabiiy arablarniki asli talaffuz bo'yicha, chunki Kur'an-ı Kerim'deki bu lafzi Arap dili. Arap dili degan Arapniki o'ziniki mulki, o'zining tili. U qanday qan bo'lsa, o'zicha asli tug'ilgan vaqtning o'zida Arab bo'lib tug'ilgan bo'lgan ekan, o'ziniki tiliniki qanday bo'lib chiqishini o'zi biladi. Ana o'g'ani shuni asosan nima qilish kerak? Uni shu qartab, shuni o'qish kerak. Endi hozirgi davrning o'zida bu arablarniki o'zimi yalaqi hammasi undaqcha emas. Na chiroyli o'qimaydi. Har sat ashlar qo'llanmaydigan shaklda o'qiyganlar bu nima u? Amin. Yani avayati deganimizsak, pusha bunundan 100 yıl, 150 yıl, hatta tövbe yıl, hatta 1000 yılniki oldidagi arablarniki ash o'qish shakli bo'yicha o'qish kerak. Unidiki arablarniki millat arab millatniki tilniki shakli o'zgarib ketdi. Qo'llanmaydigan, biz hadisi biz ba'daydigan, uni qarta sirtdagi millatlarniki tilini jiq kirib, ovozini tatib shu lug'atdan tatib o'zgarib ketdi. Shu arab tiliniki o'zidan shu pusha va ami deydigan ikki xil shaklga ayrıladi. Pusha degan, ya'ni Qur'on bilan hadisiniki tili. Ya'ni burungi sap arablarning tili. Ami degan xalqning o'rtasida u pusha gapni biz qismi bilmaydigan ashundaq bir odamda biz hozir Qur'on hadisini bilamiz deb biz berib qolsak, ba'zi arablarniki davlat gapini o'qimaymiz. Chunki u ajoyib bir narsa deydi hamdi. Yani onu demek emas. Yine Ebu Hureyre radhiyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhsat vermedi Allah Teala hiç kanına bir şey egen. Anda bir nimesi ruhsat verdi bir peygamberge ki avazı çırak idi. Avazı çıraylık idi. Mene avazı çıraylık
bo'lgan bir payg'ambarga Alloh taolo bir shayni nima qildi, unga izni bergandek, u Alloh hech qanday bir shayni u payg'ambarga nima qilmadi, izni bermadi ekan. Qanday qildi? Qur'onga ovozni chiroyli qilib o'qishga izni berdi. Ya'ni Qur'oni Karimni chiroyli qilib o'qiydi degan, oshkor o'qiydi bu odam shu Qur'oni Karimni. Jahr o'qiydi. Ya'ni jahr o'qiydi degan gap, ya'ni bu adam şu harfniki çıkıdığan mahrajniki her bir çıkıdığan bir urun var. 28 harfniki muş ağzımızdan ibaret olan küçükten bir tüşküniki içiden muşu 28 dan urun var. Ya ki onundan az ya ki onundan cep. Bir kança bu hem türgü bölündü, növgü bölündü bu 28 harfin mahrajı itibarı bilen. Anda o andaki her bir türdeki harflerniki çıkıdığan bir urun oludu. Bazılarının kalpimiz çıkıyor, bazılarının çişimizden ağırlığı çıkıyor, bazı içki kalpinin ağırlığı çıkıyor, bazı nimimiz çıkıyor, mesela kanaydan, mesela da, ga diyendek, ya da çıkıyor. Bazı yanınızı tilimizden, çişimizden materyali çıkıyor. Anda o andaki bu Kur'an-ı Kerim'ni şu ukavattaki üzere, bana aşkara nerede çıkan olsa şahidin okup, çırayla okuşka Allah neme kıldı, onu kurçu ruhsat verdi, deydim. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet kılındı. Yani demek Kur'an-ı Kerim çıraylı şekilde okup, mene avazımız çıraylı, mene xalqniki kalbini mail kıldık, bunda bir derececi okuşumuz gerek. Uçadı ben okuyayım dep avazı sert, onu ayızı mayzı kelgen bulupmamış acemi millet. Ama Araplarniki yüzünki şundak bir okumasa, onu öğrenmesi bilmeydiğen, mesela işva yüzüm tilini tutup öğrenmesi bilmeydi. Qandaki bizim özümüzdeki tilini öğrenmesek, bilmesek o bizdeki tilimizi qaydasını bilmeymiz. Şunu da bilmeyiz. Nime o? İşlemdi bu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet kılın dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emas bizden emas anda bir kişi mutaganni kımidi o kişi Kur'an-ı Kerimni deydi. Hem de mayada yukarıda li nebiyyin yetaganna bil Kur'an'ı deppa. Aslında Ganiye yağni, gana yağni, ginaen deydi o. Anda o andikin gana diyenimi bay oldu diyen gap, bay oldu diyen gap. O adamın hem nesi yüzü bağ oldu, işkici bir adamın ihtiyacı düşmedi diyen gap oldu. Yani işkici adamın hiç kadar ihtiyacı düşmedi diyen gap. Bu yada asli tepa'ana ya tepa'anu babideki egavandaki üzere bu asli nimmenli kelidi nakşi etti. Yani nakşi etti, gına deydi o uçanın üzerine yani nakşi etti diye mani keldi o. Bay oldu diye gap mesuma lekin tepa'ana babideki egavandaki üzere Arapniki kayısı boyunca bu til üzerine oğandikin nakşi etti. Yani şiir okudu, avazın çırayınlık kılmış da okudu diye gap yani nakşi etip. Yani gına deydi Arapçada ama bu şu nakşi etip nukkan nemini deydi muganni deydi mesela ayyalarının üzü muganniyat deydi kayat kaynat diyendek. Anda o andikin Peygamber aleyhisselatü vesselam şunu deydi ki bizden emas anda bir kişi okumadı çıraylı okumadı yani nakşidek çıraylı okumadı Kur'an-ı Kerim'ni deydi. Bu bir zahir mana. Bu zahir mana. Şu bu yerde zahir mananın üzerinde azı təğanni degan emdi nakşi etiş olgan bolgandikin bu Kur'an-ı Kerim nakşi etkandak bunda etiş degan gapning o'zi taz ubdan emas deb şu ulamolar bu yerde təğannaniki ma'nosidagi o'zini bihojat bo'lmadi. Yani bay oldu degan gap. Yani demek çoğunu emas bizden emas anda bir kişiga mene bihojat bo'lmadi. Yani hacı düşmeydigan bo'lmadi o kişi Kur'an-ı Kerim'den. Kur'an-ı Kerim'den o adamniki özü, Kur'an-ı Kerim'deki gayri olan nesidi Kur'an-ı Kerim'den bir hacet yok bulmadı. Yani Kur'an-ı Kerim'den hem neyse Kur'an-ı Kerim bana yetidi o. Bana kipayi kolu da hem nesimde Kur'an-ı Kerim'de şunu ben bay oldum. İkinci bir Kur'an'dan başka olan her kanda kitap, meyl Tevrat, İncil olsun, meyl edebiyat şekildeki ya para pusur doktorlarının gibi olsun. Mene o nesine benim ihtiyacım düşmeydi o de. Onda kalmasa o adam yine Kur'an'ı okup durup, Kur'an'ın menesini bilip durup, düşünüp durup, yine Kur'an'dan başka yine bir ilmi var,
bir tüzüm var, yoki bir narsa var, ya hikmet so'zi var, yoki andoq var, yoki mandoq var deb Qur'onga u odamniki o'zi Qur'on u odam boy qilolmay, men u odamni hamma tarafidan idora qilib, hamma tushuntirib, uqtirib undoq qilolmay, men mushundoq qilgan bo'lsa, ikkinchi bir yer qolib qolgan bo'lsa, Qur'ondagi boy hikmatni tashlab qo'yib, o'chan o'zi u odam boy ololmadi. O Kur'an içindeki ma'lumotning o'zini mana uni tashlab qo'yib, men bu yetmidi, men buni kambag'al bo'lib qoldim deb ikkinchi bir tarafga mushundoq bo'lgan bo'lsa, o'chan o'zida biz musulmonlar qatorida emas. Chunki nima uchun? Qur'oni Karim mana shu Qur'oni Karim Allohning so'zi. Bu Allohning so'zida insonga manfaat bo'lgan mana har qanday narsaga oid narsa ko'p bor. Nimani izlasa, qaysi tarafni talab qilib u odam talab qilib izlasa, u narsa Qur'oni Karim ichida chiqadi. Mayli fan texnika olsun, mayli teknoloji olsun, yoki falsafa ilmi olsun, yo tarix olsun, yo fizika olsun, yoki astronomiya ilmi olsun, yoki o ilim, yoki ijtimoiy jamiyatshunaslik ilmi olsun, yoki siyosat olsun, hammasi Qur'oni Karimning qilgan gap, markazlashgan gap. Qur'oni Karimniki shu ilmlarniki asos nimasi va usuli va yıldızları var. Asas manbai shu yerda chiqadi. Shu yerda chiqqandan keyin usuli shuni degandan keyin andiki buni tarmoqlashtirib, o'chani ko'paytirish u insonning qo'lidagi ish ham fikrga asosan. Undan keyin mushundoq turg'un. Yine Qur'oni Karimniki ichidagi Allohning so'zi bu odam yetmagan bo'lsa, yine o odamning gapi mundaqmish. Falon dediğimin aslında kafirniki. Aş artistniki gipin ekirip insanlarını oturzığımışında dep aşındak dahi insaniyetin düşmeni. Muşu İslam dinimizdeki ve dillarındaki düşmeni olan aş kafirniki sözden mandak hikmet sözü varmış. Mancidan demiş, ondak demiş, mandak demiş dep men muşundak onu yaxşı görüp Kur'an-ı Kerim'i taşlap koyup müştakkan bolsa uçan üzde bu adam bizden diş sağlanmaydı. Yani Müslüman'a layıkçı iş yapmagan buldu o adam değil. Çünkü Müslüman'a layık iş nime? Müslümanın ki bir kitabı var. O kitap o adam nispeten bütün hayatlıkniki mene öz işi ağan baş kitap okşamayan neresi çok var. Onda o anken bu adam ne boldu hem de o? O adam eğer aşında kıpağım olsa uçan itibarsız karmagan boldu, uçan özde izlenmeyen boldu. Bu man yetmedi diyen gap o Kur'an'ın özü o adam nispeten o kemçilik kaldı diyen gap. Vaadaki Kur'an-ı Kerim'e her şeyin tibyanelik olduğu şey, her kandan neresindeki bayanatı badep tutsa Kur'an-ı Kerim'de. Uçağın özü de bu torçu bulmagan boludu o dedi. Yani bunda bir maniçi etüdemdi. Abdullah Mesud radıyallahu anh rivayet kılın dedi Abdullah dedi men üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve anılkı Peygamberimiz minberinin üstü dedi. İkra aleyye dedi. Man Kur'an okufa dedi. Digen deydiken dedim men deydi İbn Mesud. Aya okuyman sizga va anılkı sizga Kur'an-ı Kerim düşürülgen tursa. Kur'an-ı Kerim sizga düşürülgen tursa men sizga Kur'an'ı okup bermenmi desem. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki Cezmemen yaxşı görmen şu ki anlayma bu Kur'an-ı Kerim'ni menden başka değil. Yani menden başka adamdan anlaşma yaxşı görmen. Ondan sonra sen ok bergin dedi. Yani demek Kur'an-ı Kerim'ni okuşuyla birlikte ikinci bir adamda anlaştık özümün nima o bir sünnet. Umutum yaxşı iş hem oqqanda nima boludu? Savapçı boludu. Mene Peygamber Kur'an-ı Kerim man düşkendeki men okuyman demezsen men onu ikinci bir adamdan nima qilay onu anlay dedi. Anlaştık özümüz şu mene oqqanda nima o savap hem dedi. Bu nima o sünnet. Yani Peygamber işte okuttu. Şundan okupadım ben deydi o Sure Nisa'ni. Hatta ki keldim ben ma ayetki ki pekeype iza ca'ne min kullu ummetin bir şehidin ve ca'ne bike ala haula şehiden diyen ayet kega vaktimizde Peygamber dedi ki hasbukel aha. Hem de yeter sana. Tohtat dedi. Hasbukel yeter. Sana yeter hazır dedi. Hem de hazır mı buldu ki okuma dedi. Şunda akla Peygamber karşısan Peygamber'in iki gözü yaş tükvatı dedi. Jağlap gitti dedi. Jağlap götüp gözü yaş çıkıp gitti şu Sure Nisa'nınki. Pekeype iza ca'ne min kullu ummetin bir şehidin. Pes kandah mı bola ol bir vakti ki keltürsek her ümmetin bir guvaçını. Her bir ümmetin, her bir
payg'ambarniki bir qavmidan bir guvochini keltiramiz. Keldigan vaqtimizdan shuningdek seni ma'noga guvoch qilib keltiramiz. Ya'ni burun ummatning hammasiga shu seni shohid qilib ekanimiz. Kelgan vaqtimizda sen ahvoli qanday bo'lib ketadi deb qiyomatniki ash ichinishlik shundoq qo'rqinch ahvoli mushta degan mush oyat kelgan vaqtimizda payg'ambarimiz ko'zi yosh chiqib ketdi. Yosh ash ahvolni o'ylab, mening ahvolim qanday bo'lib ketadi? Men mushundoq ichinishlik, mushundoq qo'rqinch ahvol bo'lsa deb mushta ko'zi chiqib ketgan, yosh chiqib ketgan deydi. Unda o'g'il buni asosan meni qanday qilish kerak? Qur'oni Karim o'qish bilan birga ham anglasaqmi, nima bo'ladi u? Durust bo'ladi. Bu nima? Qur'oni Karimni o'qishning bir axloqi. Illoki siz o'quvchi yo'q. Agar o'quvchi kelmasa, ikkinchi bir adabda nima qilish kerak? Mana o'qiydigan taqvo, muttaqi, ovoz yaxshi, tajvid ubda adam bo'lsa, mana adam o'qisa ta'sir qilg'idak. Bunda bo'lsa o Qur'oni Karimni anglashi kerak endi. Enes radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ubay ibn Ka'b uchun. Jazman Alloh taolo buyurdi meni shuki o'qiyman sana Qur'onni. Mana Payg'ambarimiz Ubay ibn Ka'bga debdi, Alloh taolo meni sana Qur'oni Karimni o'qish buyurdi debdi. Degandan dedi Ubay Allahu sammani zalik. Sammanilik. Yani Allah degan nima? Allah degan gap. Allah o'g'andiki bu yerda ikkamiz bir yerga kelib qolgandek gap jins. Unda o'g'andikin buni inbirsiga mena nima qilish va mena idg'om qilib kirgizish va. Masalan, parraning asli nima? Parara. Unda o'g'andikin Allah degan bir harf ispan, yeni birsi nimaning kamisi o'zi Allohning emisi. Unda o'g'andikin aya degan gap. Yani Allah atıdım meni sana. Ve benim ismin atab Ubay Kur'an okup edip muştah dedim o dedi. Degandeki Peygamber dedi. He degandeki şununla Ubay kep mene dedi Ubay kep ve cezmez zikir kılınıptı men Rabbil alemindeki dergahide men şu ismini tilip elinip muştah şu deyilipti men dep anıdiken ve taki zikir kılınıp men Rabbil alemindeki dergahide Vakat zekartu degan qad zekartu degan ayat harf ispan uyat mahsub aniq aytib bo'lgandan keyin va aya zikr qilinibdi men Robbil alaminninki dargohida mening ismim deyilibdimi, tilga ilinibdimi degan vaqtda payg'ambar dedi degandagi shuning bilan men Ubay kabniki ikki ko'zdan yosh iqib ketdi, xushalliqdan deydi. Va endi bir rivoyat munodab bor. Cezmen Peygamber şuna degan. Cezmen Allah Teala meni buyurdu meni şuki o'qiyman sana. Lam yakunul lezi keferu min ehli kitab vel müşrikin mufakkina hatta ta'yimul bayina degan. Men mushu so'rini o'qishni Allah sana o'qishni Allah meni uchun buyurgandi dedi deydi. Degandagi shuning bilan Ubay kep dediki va sammani Allah Teala meni atidimi? Degan vaqtda payg'ambar dedi shunga yig'lab ketdi deydi payg'ambar. Nima? Ubay kep yig'lab ketdi xushalliqdan deydi. Ya'ni demak, men sahobalarniki ichida men mushunda kattaning bo'lgan sahobalar ko'p bo'lgan. Ya'ni demak, Qur'oni Karimniki mushunda o'qish odab axloqniki o'zida men jamoatga umumiy o'qish bilan birlikda ya'ni ayrim mushunda mana Qur'oni Karimni mesela ayrım bir adam o'qib bersak nima u bo'ladi endi. İbn Ömer radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi İbn Ömer to'sti payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shuningdagi safar qilingan Qur'oni Karim bilan nega dushmanning ziminiga. Mana dushmanniki ziminiga Qur'oni Karimni elib yoniga elib bundaq bir safar qilinishda nima qilgan, tusulgan, ucharimizda undaqcha safar qilmanglar degan deydi endi. Muttafaqun alayh. İmam Müslim'deki bir rivayeti de var. Sefer kılmanısıyla Kur'an-ı Kerim bilen şu düşmenin zemini sefer kılmanılan. Çünkü ben hatırcam bulamayman şu ki yetki Kur'an-ı Kerim'e düşmanlar şu yitivağı. Yani düşmanlar o Kur'an-ı Kerim'e yetip, ben onu hakaretlep, kemsitip, muşunda kıpkarıştı ben ne bulamayman, hatırcam bulamayman. Anda o anki Kur'an-ı Kerim bir yenilik edip, uçanın yüzüde ondan ne kılmanlar, sefer çok kılmanlar dedi deydi. Hem de bu
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bu hadisdeki zahirinin manisi muşamdi. Yani ne mi demekçi bu dese ölümanımız deydi. Bu Peygamberimiz ma gapniki deyişniki üzün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki zamanıdaki sahabede kartılgan gap. O çaniki üzüde meni yukarıki düşmanninki zeminiga Kur'an-ı Kerim'de çok birleşik sefer kılmana degeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki zamanıdan Kur'an-ı Kerim degandek bazı adamlar yad evaleti, bazı yana katiplar Kur'an-ı Kerim'ni mesela yana ki yağaçqa yoki teriga yoki toshqa deganidek ashtaq bir narsaga nima qildi yozdi. Yozgan bo'lgandan keyin o'chaniki o'zida bu Qur'oni Karimni o'chani o'zida dushmanning ziminiga ep ketgan vaqt o'zida u yerda qolib qoladi. U yerda qolib qolgandan keyin ma Qur'oni Karimniki ma yezilish nimasi bu yerda men yo'qolib ketishi mumkin deganidek men mundaq gapnichu deydim deb. Bo'lmasa keyingi davrda men bizniki hozirgi zamonimiz qanday bo'lib ketdi? Hatta ki Kur'an-ı Kerim'ne texe onda iş yok. Men dünyaniki hem yeriga aprimiz deb tercüme kılıp yani şu yani ki Müslümanların üzerine tebliğ cemaati ve onun başka adamların üzeri ve dini için hizmet kılıdığan men şu adamlarga her tilde tercüme kılıp şu yerdeki insanlara bir kadın bir evet bir baş takmadılar. Nim için? Çünkü Kur'an-ı Kerim mene hazır ne oldu men 1900 yılda yoki resmi Qur'onning bir shakl mushaf holat keldi. Mushaf holat kelgan bo'lgandan keyin o'chan o'zida bir haqoratlar kamsitish bo'lmaydi hozirgi davrning o'zida mena ochiq oshkora. Agar unda bir nima qilish, masalan kamsitish, haqoratlash, u past ko'rish ahvoli bo'lib qolsa, o'chan o'zida musulmonlar u yerda hamma yer bo'lgandan keyin o'chan darhol inkos qoldirdi. Mana buni qarta o'limalarimiz men mushundaq degan payg'ambar sallam demasdan qanday qoldi? Deb Kur'an-ı Kerim'de her xil cemiyet bulup Saudi Arabistan'daki şu Harameyn mene tevasideki şu məxsus Kur'an'ı besip takıdığan şu şirketlerindeki üze mene cemiyetlerin üze Kur'an-ı Kerim'de her tılığı tercüme kılıp mene özünki şu küçü yetken kadar devlet dünyanın her yerleri için evet oldu. Evet görüp bu adam hiç kim bir ölümalar demedi ki bu yerde Kur'an-ı Kerim'in muşundak düşmanın zevediği mında evessan olmaydı, bilbasan olmaydı diyen gepçi onu ağzından çıkmaydı. Şuna bu yerde mahiyetindeki, mühendisindeki üzerine şu ölümanımız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki gepke kartılgan. Ya ki olmaydı bu yer kımmanlar diyenin üzerine Müslümanlarla şu kafirlerin üzerine resmi düşmanlık haleti turuvatkan, dinine öş buvatkan düşmanlık zeminine apamanı diyen gep. Neymiş kadıysa dini taraftan düşmanlık avahtaki üzerinde uçan üzerinde şu Müslümanlarınki ademini şu düşmanlıkı hakaretleyen Kur'an-ı Kerim'in uçan üzerinde olduğu resmi hakaret kendisi ve her xil narsa çok kılıdı bu ihtimali var bu güçlü ama onda bir düşmanlık aleti yok mesela hazır davrındaki üzerinde böyle kandak var hem adam adı sülü yaxşılık kelişim bilen diplomatik münasebetten yaşadığım bir devr. Onda o anki her adamniki hazır davrındaki üzerinde beni hak hukuku vaat yaptırıp beni hürmet vaat yaptırıp her dildaniki hürmet vaat yaptırıp bunda kılan bir devr. Onda o anki bu Kur'an-ı Kerim uyak hazır apasak bunda kalat şu bombaydı o deyip çok karaydı. Bu. İkinci fasıl. Ebi Said Hudri radıyallahu anh rivayet kıldı dedi Ebi Said oldu ben bir cemaatin içinde muhacirlarınki acizlerden boğan bir cemaatin içinden kıldı oldu. Hem de muhacirlar şu Mekke'den Medine'ye hicret kılan muhacirlerinki üzü bu yerde iki çoğun fark bölündü. Birisi kembeğaller, yine birisi çoğu bayla yani kol ilgili çoğu bağla. Yani bu. O cezmen bu muhacirlarınki bəzi, mənim muhacir kembeğal acizlarınki bəzi olsa, her aynı yaptı bu bəzini yanlaştıktın. Keyeydisi bir kimçi yok. Mene kim yok uçanın üzü kandak kılıktı. Bazı devirde kimin undak o yelaki tokumçilik, undak o yelaki tikmiçilik diye iş terakki kılmagan deken, uçanın üzü de bu kembeğallıktı keyeydisi kim yok. Men aşındaq turib ular biz bəzi nima qildi uçan üzdə men yaptı. Yaptırıp qanday qildi? Madem kim bolsa keyin turib adam men öğret joyini yepishda uni gap yo'q. Hammasi öğret joyini yaptı ama öğret joyida boshqa yani yepishniki o'zida shunday sirti bir adam kirib qolgan bo'lsa, ma adamniki kim mandaq bo'lgan bo'lsa keyin turib yoki endi turib men u odamlar ko'rishib mushtaq cho'q qildi. Ya'ni mushunda
Namratlık muşunda halette ulunu bakıgan, yaşagan. Muşlar yaşagan. Men muşu kişilerinin kolunda İslam din köyümüz için yetip gelgen. Bu nima o ehli sübbe. Ve bir karivati o kari bizgi çok Kur'an-ı Kerim'in okuvati. Şunda aklı kip kaldı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nima qildi? Peygamberimiz bizni keldi. Kip şunlar Peygamberimiz bizga nima qildi? O'channiki o'zidan tudi. Yani hemmimiz o'tirdik. Muhacirlarning kambag'allari olsa kiyim yo'q, bir-birisi mushundaq kiyimni mushundaq berishib bir-birini yepishib o turdi. Qarilarning o'zi bir qari bizni Qur'onni o'qiyotgandagi Peygamberimiz shundaq kiplar bizni o'tirib shundaq tudi deydi. Bundaqla. Turib, meni Peygamberimiz tudi deydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şundaq tuğandan keyin, yani Qur'on o'qiyotgan qariniki o'zi shutdi. Qur'on o'qishni to'xtatdi. Peygamber sallam nima qildi? Undan keyin ular salom qildi. Peygamber sallam salom qildi. Salom qildi. Undan keyin dedi Peygamber sallam, "Ma kuntum tasnam." Nima ish qilyapsizlar? Degan vaqtimizda dedik biz, mana berdik biz Allohning kitobi quloq savatdik. Yani bir qari Qur'onni o'qiyotdi, qog'alarimiz bilan o'ltirib jimmata Qur'ongacha quloqimizni savatdik, Qur'onni anglayotdik dedi. Dedik, degandagi Payg'ambar dediki, "Elhamdulillahillazi ja'ala min ummati man umirtu an asbira nafsi ma'hum." deb mushtaqchu, men Allohga hamd etib ketdi dedi. Yani hamd sana Alloh'adır ki qildi va Allah meniki ummatimniki ichidan bir kishini qildiki buyurildim men shuki sabr qilg'izg'ayman mening nafsimni ular bilan. Meniki nafsimni ular bilan sabr qilg'izgan bu shundoq kishilar bilan Allah nima dedi Qur'oni Karimda? Mana sen ular bilan as oqshimi mushundaq zikr qilgan kishilar bilan senla nima qilgan? Sabr qiluvchi oltu dedi. Vasbir nafsaka ma'allazin yad'una bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka turidu zinatal hayatid dunya degan mushu so'rkahbilik oyat shuni deyapti dendi. Ondan oğanikin men ayat akşamniki o'zida mushundaq g'ayr mena mushu nima ojiz kambag'al mushu muhojirlarning o'zi akşam bekatmay Allohning nimasi qildi zikrini qil sen uchan o'zida bu bilan nima qilgan nafsing sabr qilib bu bilan biltun. Bunun tashlab qo'yib dunyoning ziynatini nima qilib talab qilib ben dunyoda pul olsa, uy obdan bo'lsa, kiyim obdan bo'lsa men shu bilan birga turaman demay, sen pul bilan birga tur degan oyat. Men mushundoq Payg'ambar deb men mushundoq meni Alloh mushundoq buyurgandan keyin men shuni qatorida qilibdi. Alhamdulillah deb ashuniki ichida tug'anligniki o'zini Payg'ambar nihoyat baxtli hisob qilibdi. Yani hozirgi davrnikidek puldar, şunda kim kez, şunda kirişken, hamma narsa olsa şunu arasdan undaq adam nima qiladi hozir qo'shib ketadi. Ammo namrat, rasmiy taqvo, muttaqi, solih bo'lgan kishilarning ishi kelib qolsin bo'ladi. U odamni tura olmaydigan ta'til zaman bo'lib qoldi. Bu nima o sunnatga uyg'uncha emas. Men Payg'ambar mushtaq turibdi, qo'shib ketib, men mush gapni shu debdi. Dedi Anas Abi Said. Şunun bilan oltuğdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim oturumuzda oltuğdu. Oturumuzda oturuptu. Neymiş hadise? Taşuki adil. Kıgay Peygamberim özüne bizim içimizde. Yani bizde özüneki özünü adil kılman dep şu yerdeki oltuğun halkınınki oturuz gibi turuptu. Hem de oturuz gibi tutmasa uçağınızda bir taraf tutulsa uçağınızda yenideki adamlar voy uçağınızda Peygamber ma adamlar kışı kelip ma adam yaxşı görülen şeyde qalgan muhacirlarniki özü yani g'ayib miskinlar o ko'ngil bir arani bo'ladi uçağınızda ubdançı bo'lmaydi. Men Peygamber bu tarafdan tartib meni adolatni ko'z tutib meni hamma adam ko'gidek Ondan keyin ishorat qildi o'ziniki qo'li bilan mushunga o'xshash ishorat qildiki nima qildi ondan keyin shuni bilan munda o'tirib munda qilna deb demdi. Degandiki shuni halqa bo'ldilar ular. Hammasi halqada yumbuloq bo'ldi va oshkor bo'ldi ularning yuzi Payg'ambarga. Payg'ambarniki shu o'tirib turgandan keyin hammalarning yuzi Payg'ambarga shu oshkor bo'ldi demdi. Hamma odamning yuzi Payg'ambar ko'rdi. Mana bu nima adolatlik? Mana adolatlik. Chunki ular
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek yaş gördü. Yaş görgəndikən uçanın özü də həmmisi şurada katlı insanlar, katlı insan boğandikən eğer zahir tərəfdimi, yani bir adamdaki oturtuma ya ayada turup qalmasa, qağalınma yadi tuğanı köngülü keldiğen gep. Biz müştaq tutsak bizim için uyarı tutmaydıqandı deyli qapqan gep. Şu an muşundaq bombusun dep adil qilish üçün şu yelakay halkının oturus turup da hemmeden oqşaş olsun dep. Degeni Peygamber dedi, "Ebşiru hoş bişaret urunla ya muhacirlarınki nimeleri, kemğalleri." Sağlık degen sağlıknınki cem'isi yani nime o namrat, miskin degen gep. Hey muhacirlarınki menen namrat olan cemaatleri silah hoş bişaret urunla bir kamil, mükemmel nuru olan kıyamet günü. Kıyamet günü şu canınızda size mışındak, mene hazır nur yok, mışındak karanlık, mışındak oltusanlı, lekin bununki karşılıkta kıyamet günü size kamil, mükemmel bir nur oldu, cezmen bolu bunu hoş bişaret olana. Kirisilisi cennetken adamlarınki, baylarınki aldıda yerim gün ilgiri. Yerim gün ilgiri degen bu kıyamet kandak oldu ten, mene bu kıyamet yüzü 500 yıldı. Mene Allah Teala İsrafil aleyhisselam'ın işkin sunu tatkan deyken, aş mahşere bağlan deyken, cennet ehli cennetken, dözek ehli dözek kirip olan kadar 500 yıl durdu. Bu 500 yıl hazır neyme o bir gün. Anda olan deyken, uçanın yüzü de sile yerim gün bayladın. O bayla kandak bayla, şu baylanınki yüzünki melininki hakkını ada kılan, zakıtını bəgəndən başqa hayır ihsan qılıb, müştaq kişilərdən sili qanda qılsa, mənə yerim gün, yani 500 yıl yakib olmaydı, mən 1000 yıl deyib Kur'an-ı Kerim'de bağlandı. 1000 yılınki yerim 500 yıl, yani 500 yıl sildim qılsa, burunçu kirsilər. Siz muşluğuna ne kılsa hoş bişaretun hazır müşahede oturup vay men ki kaldım üyüm yok, keydağa kiyimim yok dep undakçı bommanla. Siz muşunda Kur'an okup, hal kılap muşta bekatuma okup, bilsin okupes kalını anlap muştaksan bununki sebebiden mene Allah Teala size ahirette kamil mükemmel bir nur kılıp uçağınızda kalgan bayladım 500 yıl burun mene cennet küçük kirisilen de peygamber muştakçı deyen deydim. Anda o iken Kur'an-ı Kerim'deki üzeri mene bir kanca adam grup bulup halkı bilen dalqadak muştak turup onun içinde birisi okup kalganlar tınşap berse o nime o durus bu Kur'an-ı Kerim'in okuğandaki bir nemesi o şekli hem adabi. Bara ibn Azib radıyallahu anh rivayet kılın dedi onu bara dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mene zinetlerine sıllı Kur'an-ı Kerim'in sizin avazını zinetlerine. Yani Kur'an-ı Kerim'in sizin avazını zinetlerine. Aslında Kur'an-ı Kerim'deki yüzü nime o zinet, yüzü nime ait bek çıraylık. Bunu da hiç kanal gap yok. Ama uçanın yüzü de ben şu bu ölümanı ba edisinin yüzüne biraz kalp dedi yani yötken. Yani demek ki zinetlerine silen avazını Kur'an-ı Kerim bilen disolti. Çünkü bir adamın avaz Kur'an bilen ne oldu? Çıraylık oldu. Bu gap yüzü maidisi taklip, meklub diye bir düşünce var. Lakin Kur'an-ı Kerim'de silen avazını ne kalana yaxşılanı. Kur'an-ı Kerim yüzü neme o? Nayet güzel, şundak bek isil. Anda o anki sizinki avazın nayet ubdan, kiraylık çıkarıp, mena zinetin üstü zinet kırıp, tehimi şundak yasap, nayet ubdan neme kalana uqonla deyil. Anda o anki Kur'an-ı Kerim ilahi bir sözü olan diken, uçağınızda ağzım kend edip, uçağınızda keskemez okusak ne bulmaydı o, duruşçu bulmaydı. Sa'd ibn Ubade radıyallahu anh'a rivayet kılındı. Dedi o Sa'd, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yok hiç kanda bir kişideki okuydu o Kur'an-ı Kerim'ni okup, beni yad aldıgan bir kişi yok. Onu dedi ki bu adam unutulup kaldı. Beni Kur'an-ı Kerim'den okup, yad edip, onu dedi ki unutulup kaldıgan bir kişi yok. Migadla aşında kişi olup kalgan olsa, üç kişiydi bu kişi Allah Teala kıyamet günü edzem bulup, muşlah ne mi kıldı o? Üç kişiydi o. Mene yüzdeki neme yok? Azalar kesilgen, burnu kesilgen, kolu kesilgen, putu yok, kolu yok. Mene muşundak çok kıyamet günü de aşdakçı neme kıldı o? Haşir kılındı. Biz şu meydanın yüzünde şunu karab turumuz ki, aşdak adamı görsek, bu adamın yüzü Kur'an-ı Kerim yad hep bu. Ya ki bazısını, ya ki hemmisini, onu diyor ki bu adam ne okutkan, onu taşvatkan. Onu unutulup çok kağın. Onu ehmiyetçi beğenmeyken. Muş kişilikken,
deb nima qilamiz bilamiz. Unda o'g'an ekan mana mushundaq rasvochilik, mushundaq satqiliqqa mana sabab bo'lgan ish qavo Qur'oni Karim yo deb bo'lgandan keyin Qur'oni Karimni yo ba'zini yoki hammani yo deb bo'lgandan keyin uni nima qilish, uni tashib etish. Mana mushundaq tashib etishniki o'zi shundoq satqiliqqa, shundoq echilish ahvoliga sabab bo'lgandan keyin bu tashib etishning o'zi nima emas, durustchi emas. Ya'ni mandaq chiqib ketganda harom. Allah Teala bir adamga Qur'oni Karimni yod etishini shundoq bergandan keyin buniki hurmatini qilish kerak. Agar undoq bo'lmaydi ekan, mushundaq echilish ahvoliga duchor bo'ladi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan shunday deb jazma payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi. Meni tushunamagan bo'ladi. Tushunolmaydi. Bir adamiki o'qidi, o adam Qur'oni Karimni azara qarab 3 kunda. Ya'ni Qur'oni Karimni 3 kundan az, ya 1 kun ya 2 kunda tamomlab bo'lgan kishi Qur'oni Karim tushunmaydi. Aşu yedeki sin algı o'qini g'arrat o'qanda mushta bo'lib qoladi. Nima dedi? O'qimay. Mushunda nima qilgan bo'ladi? O'qib qolgan bo'ladi. Bu nima emas? Ubdanchi emas. Unda o'g'andan Qur'oni Karimni asli o'qishda nima uchun o'qiymiz? Uniki ma'nosini, mazmunini tushunimiz debchi o'qiymiz. Alloh taolo ma'nosini, mazmunini tushunib, shu bo'yicha amal qilsin, shu bo'yicha e'tiqod qilsin, shu bo'yicha harakat qilsin deb tushungan narsa. Unda o'g'andan buni o'yg'onolmay, o adamın o'zi, "Voy men 2 kunda tugatyapman, 1,5 kun tugatyapman, 2,5 kun tugatyapman." Avtomatik holatda bunda o'qisa, nima deganini o'qimay, o'chan o'zida o Qur'oni Karim tushunmagan bo'ladi bu adam. Deydi. Bilmagan bo'ladi yani Qur'oni Karim, o'qimaganda bo'ladi deydi. Shu Qur'oni Karim qanday o'qish kerak? Aldirmay. Mana aldirmay, tafakkur qilib, tazarru qilib, tartib bilan shu o'qish kerak. Shu yuqorqi mana yedisindeki üzerinde nima deydi? Qur'oni Karim bir adam qarab o'qigan bo'lsa, uniki savobi uchun mandaq bo'ladi. Qaramay o'qigan bo'lsa, qalbdan uniki uchun mandaq bo'ladi. Qalbdan bo'lsa 2000 o'qigan bo'lsa, mana o adamniki o'zi sahifiga, musab qarab o'qiganligi o'zi men 2000 aslicha bo'ladi degan mazmundagi yedisi shu ham. Çünkü o adam Qur'oni Karimni qarab, oldirmay o'qisa, uning ichidagi ma'noni bilib, tushunib nima qiladi? O'qiydi. Buni qarag'an o'zida Qur'oni Karimning ma'nosi o'qimay o'qigan arab bo'lmagan millatlar uchun. Bu qanday? Endi buni deganning o'zidan tushunmay o'qisima, o men o'qimaganda tushunmagandek bo'ldi deganning o'zidan bu yer Qur'oni Karimni o'qishniki savob bo'lmaydi demoqchi emas. Yani Qur'oni Karimniki o'ziniki ma'nosi bilmasam, uniki labzisi Allohning ham so'zi bo'lgandan keyin, uni qarta yuqorida deydigan payg'ambarniki ash hadisda deydigan ash savob u odam uchun bo'ladi. Lekin u odam Qur'onni tushunmagan bo'ladi, yani bilmagan bo'ladi ma'nosini. Yani asos, men Qur'oni Karimniki asos tushunish maqsadi, yani insonlarga nima qilish, bildirish, tushuntirishdi. Yani ahvolanni aqni. Unda onun için bunu bilmagan odamning o'zi u olim emas degan gap endi. Uqbat ibn Amir radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi, dedi Uqbat, dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, "Mena Qur'oni Karimni oshkora o'qigan odam, mena sadaqani oshkora berganga odam uchun o'xshaydi. Qur'oni Karimni maxfiy o'qigan odam, sadaqani maxfiy bergan odam uchun o'xshaydi." dedi. Ya'ni demak, Qur'oni Karimni oshkora o'qigandan maxfiy o'qigan uchun yaxshi. Chunki maxfiy o'qigan vaqtning o'zida o aşkar o'qigan vaqtning o'zida u odamga mana riyo nima qiladi? O'chaning o'zida mana u odamning ko'ngli kechib qoladi. Riyo degan nima? U shirk, u durustchi emas. Ammo u odamniki mana maxfiy o'qigan vaqtning o'zida, mana aşkar o'qigan vaqtning o'zida agar u odamning o'zi atrofidagi odamlarga masalan rohatsiz qilmaydigan va u yana asl Qur'oni Karimni shu o'qigan vaqtning o'zida anglab tushib turishi kerak. وَاِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ diyen ayetke esasen. Yani anda o ki bu noga nispeten o adab Kur'an-ı Kerim ne kılış gerek? Mehbiçi okuş gerek. Ama o yerde aşkar okudak mesela Kur'an'ı mahsus anlayımız deyip bir mühünç adamla oturup halkılık şekilde oturup da ya ki neyim kıptı o canın üzerinde o Kur'an-ı Kerim aşkar okuğunumuz neyim oldu? Yaxşıcı boludu. Ama en yaxşı mehbiçi okuğunumuz. Yani bunda bir iş bulmasa. Çünkü mehbi okuğa vaktimizde riyadın, şirikten, uçan menmellikten, manda ukatın diğerlikten neyim oldu? Uçanımızda harici boluğun gibi. Ama avaz çıkıp kalgandaki kandaki bir adam sadaka veremem deyip şunu da kanını alıp bir kadar her kanın çoğu konu kişip kaldı. Ha ben özüm bayken ben deyip mındak riyan.
Suhayb'de rivayet kıldı dedi Suhayb dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman keltirmeyen boludu Kur'an-ı Kerim'ge anda bir adam ki meni halal sanedi o adam şu Kur'an-ı Kerim'deki haram deb bekitilgen nesillerini. Meni Kur'an-ı Kerim'deki haram deb bekitilgen nesil halal deb nima qipti etiqad qilib shu bo'yicha amal qilgan bo'lsa, u adam Qur'onga amantu billahi va malaikati va kutubi degan gapga u xato bo'lgan bo'ladi. O juda to'g'ri bo'lmagan bo'ladi. Unda o'g'aniki bu adam bu Qur'onga halalni halal, haromni harom deb e'tiqod qilmagandan keyin o'chan o'zida bu Qur'onga iymon etmagan bo'ldi. Qur'onga iymon etgan mu'minchi bo'lmagan bo'ldi. Chunki iymonniki asos turi qancha uni tutib turgan olti. Oltiniki birisi bir adam qandoqligi bu shak yoki unda qimmatgas hammasi shu bekorchi bo'ladi. Shuningdek, Qur'oni Karimdagi ichidagi qaysi narsa halol deb bekitgan bo'lsa, halol deb e'tiqod qilish kerak, amal qilish kerak. Harom deb nima bekitgan bo'lsa, uni cho yenish kerak. Agar harom narsaga o'zi, uniki o'zida voy yo'q, u nima bo'ldi-ki, qisaq deb unda qilib qolgan bo'lsa, dindan chiqib ketadi. Leys bin Sa'd din rivayet kılındı bu adam Ebi Mulayki'den İbn Ebi Mulayki'den rivayet kılındı. Bu adam Ya'la'nın memleketin rivayet kılındı. Şuna da cezmen Ya'la sordu Ummu Seleme'den Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki nimesinden Kur'an'ını kıraat okuştun sordu. Yani Peygamber kıraatını Kur'an kandak okuydu dedi. Sorga vaktinde şundakla bu Ummu Seleme sipetlep berdi kıraatını. Yani Peygamber kıraatını mufassir. Yani ayrım her nim kupardı tefsir kupardı. Yani Peygamber kandan okuydu demine elhamdülillah rabbil alamin deb orarak okumay elhamdülillah deb aldırmay her bir harfini öz mahric boyunca ayrım mana onu qilgan yani onu so'zgan yani so'zib mana harfniki qaysi harf mahric og'zidan nani chiqqan bo'lsa shuni uchun chiqib bu nima qildi o'qiydi deydimdi. Hem de bizdeki harf bilen bu Arap milletindeki tiliniki harfleriniki otursa bir qancha harf var. Bu ne koymaydı, okşamaydı. Bu 10 netçe. Mesela sa. Bu bizim Uygur tilinde çok ilpetesi sa yok. Yine birisi ha. Yine birisi andayken bu şu zadin deyimiz hem de razaniki yüzü var. Ondan başka olan 3 tane za. Mesela danınki zası, satnınki zası, tanınki zası. Bu yok. Bu yok. Onun da başka ayn deyimiz bu yok. Mene bu yok. Onun da başka sat deyimiz sa. Mene bu sa'da Arap dilinde 3. Bizde sa yine bir sat. Yine bir sin sat. Mene muşi harfler bizim Uygur milletinde çoğu Arap yazığı yok. Ama kalan harfler asasen ne kıldı? O bizimki harfimiz ulanın harfi okşaydı. Mahrecimi okşay çıkan yerde okşaydı. Lakin muşu on neçe harfindeki yüzünü çıkarış. Ve onun başka kaydı var yani tecrüt kaydı sozmazsa. Diğerine tek aşk vakit nime onu okşamaydı. Onun için biliş çok gerek yani. Yani Peygamber Mustafa okuydu deydi. Burada okuş Kur'an-ı Kerim nime o sünnet. İbn-i Cüreyç deydi. İbn-i Cüreyç'ten rivayet kılındı. Bu adam İbn Ebi Mulayki'den rivayet kılındı. Bu Ummu Seleme radıyallahu anh rivayet kılındı. Dedi Ummu Seleme, berti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesip okuydu yüzünü kıraatini. Hemmini tutaştırıplarımız, elhamdülillah dep okumay, hemmini ayrım. Harfini çoğu ayrım. Mene toxtap, ayrım, kesip mındak nime kılıdı, ayırmay, tertiplen çoğu okuydu. Deydi o, okuydu Peygamberimiz, deydi ki, elhamdülillahi rabbil alamin, dep bir kesip etip, nime kılıdı, andaki turti. Andikin deyti Er-Rahmanir-Rahim dep andikin muşta vakıp kırıp andikin muşta nima qildi o'qiydi deydi. Mana Qur'oni Karim mana 6200 oyat yoki avnodiga qarab, mana har bir oyatda bir to'xtash. Bundan de to'xtash vacib bo'lgan yerlar va to'xtash durust, to'xtash mana durust olmaydigan yerlar va bunu tecvid qoidasini nima qilamiz o'chaning o'zida buni chu bilamiz. Endi bu tecvid qoidasini o'zini bilishda bir odamniki o'zi arab tilini bilgan bo'lsa, arab tilini bilib o'chaning o'zida Qur'on hadisini mana o'g'ilib tushungan bo'lsa, bu odamniki o'zi bu qoidani o'zi bila oladi.
Nima uchun? Chunki vaqt degan gapning o'zi mayat to'xtasınız bo'lgan gap, ma gaplar a gapning ardini to'xtatmasang, o'chaning o'zida ani chetishlik yo'q. Ya chetish qo'sima, ya atib yoki nima deganidek bunda bir narsa bo'ladi, shu orqa qildigan gap. Men bundan boshqa meni qiroat, tajvid qoidasi ayrim bir nima bo'ladi, qoidachi bo'ladi ham deb. 3-fasl. Jabir radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi, dedi o Jabir chiqdi bizga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kun bizning qashimizga chiqib qoldi va ki biz Qur'oni Karimni o'qiyotdik. Va bizning ishimizda Arabiy va Ajami bor. Ya'ni yerlik arablar. Va undan boshqa Ajami degan, Ajam degan gap, ya'ni gap qilolmaydigan hayvon degan gap bo'ladi. Bu arablar o'zidan boshqa bo'lgan millatlarniki o'zini arab millatining gapini qilolmagandan Ajam deydi. Ya'ni eshak, ya'ni hayvon degandek gap. Anda o vakitin bu yerda Ajam şu vaqtning o'zida ko'pincha vaqtning o'zida Fars, İranliklarni Ajami deydi. Chunki u chog'ning o'zida arab bilan eng yaqin aralashib o'tgan millat Fars millati, İran millati. İran millati shu arablarga aralashib, shu arablarni bir qancha 100 yil mustamlik qilib, mesela Irak, Suriye, Falastin, şu tarafning unida bak Yemen, başta yani mustamlik qilgandan u chog'ning o'zida bularni aralashib o'tishni quyuq bo'lgan. Mana quyuq bo'lgandiki bu yerda ko'pincha deyishdi ajam deb kelishdi, İranlikni deyishni ko'z tutish uchun shu. Yani bizning ishimizda shu yerlik arab va undan boshqa İranlik, yani Parislar. Yani Fatih Peygamber dedi. İkra'u Kur'an o'qishni davomlashtiringlar. Fakullun hasan. Her bir adam qanday o'qisa o güzel. Mesela Arabi o'ziniki arablik bo'yicha o'qibdi, o güzel. Mesela Ajami o'ziniki ajami bo'yicha men o'qibdi, u nima o güzel. U nima o güzel. Dedi deydimdi. U mu güzel de Peygamber Fakullun hasanu debdi. Yani Arab ve Ajam o'qanning hammasi men shu qoidaga tushgan bo'lsa, men qoidaning asosiy jihati muvofiq kelgan bo'lsa, u güzel o'qan bo'ladi. U xatochi emas. Unda o'qadikan bu yerda bir xil nimamiz bor. Mayada hamda tajvidni o'qidik deb, tajvid o'qidik deb, aş bir ayet, bir sözünü bir qancha kun, bir qancha hafta, hatta bir qancha oy o'qib yedigan, mushnu kelib o'qiyman, mushnu tushib o'qiyman deb kelib keladigan bir ish shu bor. Agar o odamniki zot umri ashtaqkan, boshqa ishimiz yo'qkan, boshqa ishim muhim emaskan, o'chanda muhim ishni turmushni qamdaydigan va boshqa ilmni hammasi ashtaq o'rgansa yaxshi. Ammo bir oyat, bir so'zning o'zini bir qancha kun ustozning oldida turib, meni kammi deb o'qiyman deb, u ustozning o'zi arab tursa, bu millatning o'zi ajam tursa, aynan kep bo'lishning o'zi yosh bir yerga vaqt qanday kep bo'ladi. Ya'ni asosan bu yerda shu payg'ambarimiz davodidan fakullun hasanun davodido. Fakullun hasan undaq chekini oshirib, undaq qilmasam to'ra ash rasmiy unda yo'qsa yaxshi. Men o'chamiz qanday chog'da bo'ladi? O'chamiz kichik ösmür vaqtning o'zida ashta o'qsa, uningdan shu holatga keladi. Uningdan bo'lmas qanday kelgan bir alhamdulillah bo'lgan oyatni bir qancha kun o'qib tilim kelmadi deb, o'chan shunda o'qisa men tushirman deb, unda qilish bu chekini ishib ketganlik bo'ladi. Uni endi arablarning o'zi o'qisin, yoki bo'lmaydi hofiz bo'lmoqchi odamlar ashtaq shaklda o'qisin, yani normal o'qisa bo'lgan gap. Mana uzak kalmaya keldi bir kom ki turğuzudu. Bu kom şu Kur'an-ı Kerim'ni kandaki turğuzuludu kadahni. Yani kadahni ki şu ok adılan okyaniki üzerine tüzleyendek. Meni tüzleyendek. Men tüzlep okuyman deydigan bir komçu kip kalıdı. Kadah degen neymi? Kadah degen gapniki üzü yaşayılık. Okyaniki üzüge okyak beketmenliki aldığındaki yelik. Yağaşniki üzerine kıngır mındak. Yağış oldu da tabii mi da. Bu yağışın yüzüde aşılığına yedeki okuya kılma diye resmi tüzep kıldığı gibi. Ma kadah diyen gapning yüzü şu tüzleştik aldıdaki kelimenin kadahdaydı. Yani aş okuyanınki aşı yedeki nemesini, mene aşı okununki yüzün tüz aşta kılma tüz kılman de. Muşnuğa kılman dep keldiğin bir münçük keldi. Kavimler çok keldi. Dedi çekilin aşırı vetim. Mene divadı peygambersen. Uzak kalmaymışlar bir kom payda olup kalır deydi. Tecvid okuyumuz, tecvidin tazı okuyumuz. Vay mançayı okudum. Mesela elhamdülillah işkime. Elhamdülillah'ın üzerine mesela bir ayet mança yaptı okudum. Mança, vay bu kandak yap bu.
unchalar chekida oshib ketish bo'lamda, bu umr va vaqt va shunda qimmatli narsa tursa u. To'g'ri, u Qur'oni Karimni Allohning so'zi qanchaki ubda o'qimasak, uni savob bor, uni hech qanday nimamiz yo'q. Ammo chekida oshirib kerak. Payg'ambar o'zi deb dedi meni. Aş okuyaniki okunu aş kıngır oldu. Men aşını tüzeymen dep aş çakemi tüz kılman dep tüz kılıp aşta kılgan bir koyun kip kaldı dep tenkitlavadu Peygamber. Men Arap bulun, Ecem bulun. Şu Arapniki qaysı asasen okusun hemmeniz güzel okuysiz. Bu boldu. Kanda kılıdı bula? Yetaccalunehu. Men aldıraydılar olar Kur'an'ı okuştu aldıraydı. Gayet kılıp tüp tüz okuyman dep men rasmi tushirib o'qiydi, lekin uni ta'xir qilmaydi. Ular Qur'onni o'qishda oldirmay, o'qidan ishni qilmay, g'orat o'qidan bunday bir ishni cho'kib qoladi dedi. Huzayfa roziyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Huzayfa dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, sizlar o'qinglar Qur'oni Karimni arablarning nimasi bilan, men ovozi bilan va arablarniki tovush bilan nima qilinglar o'qinglar. Yani Araplarniki o'zi Qur'oni Karim arab tili bo'lgandan keyin shu arablarniki tovush ahang qanday chiqqan bo'lsa, aynan shundoqcha o'qinar. Va jiroq bo'lib qolgansa ahli ishqniki nimasidan ovozidan. O'zgartirilgan lahn degan asli o'zgartgan ovozning o'zini lahni deydi. Lahnun duhunun degan mush ahli ishqda men oshiqman. Men aşık oldum Allah'a dep aşın hu qilgan so'pidak men aşında o'qiydigan naqshiniki shaklda üstüne algan bir xil o'qish var. O'shunda rasmiy naqshga tushirib qo'yishdan o'da oldirmoqda sat o'qib qilgan unda ishni cho qilmanglar. O'yna ahli kitobniki mena o'zgartib o'qigandakcho uningcha diqqat qilinglar. Ikki ahli kitob bor, Yahuda, Nasara. Onu qanday qildi? O'ziniki ash Tavratlar, Injilni o'qigan vaqtida ko'ramiz. Mishtaq o'qiydi, siz undacha o'qimanglar. Va uzoq qolmay keldi, mendanki bir qomki qayt tarjih qildi u Qur'onni. Mana nimani naqshi bilan ovoz ko'taribni yig'lab o'lgandiki bir odam yig'lagan bir yig'i bor. Mana ash yig'ini ashu yig'ini yig'ilgandek Qur'oni Karimni ashunda tarjih qildigan, ya'ni ashunda naqshi o'qigandek o'qiydigan bir qom uzoq qolmay shu paydo bo'lib qoldi. Mana o'tib ketmaydi. Bu Qur'oni Karim ularniki kigidigidan xanjar bor, gelidan o'tmaydi. Mashhadli chiqdi, ma qalbidan chiqmaydi o deydi. Mana hozirgi ba'zi vaqtimizda ko'ryapmiz. Qur'oni Karim musobaqa deb, Qur'oni Karim avvalchiroq o'qiydi deb, to'g'ri o'di savob uni o'qisak bo'ladi. Lekin chigidan oshirib, o'chan o'zida bu Qur'oni Karimni ashu ovozini buzib uçad avazını çıraç qilmadan naqshga o'xshash ashta qilgan ish shu bor. Bu nima agar buzish holatga qolsa harom. Bu bo'yicha bo'lmaydi. Mana ularning qalbi nimadir? Maftundir. Ya'ni ularning qalbi nima? Pitnik selingandirki, u xato ish qilingandir. O'yna onda bir kishilarning qalbi mana gunoh ma'siyatga maftun bo'lgandirki, mana hayron qoldi ularning ahvoli. Ben ulaniki ahvalini qildi, o'ziga hayron qilib, "Ajab bilan o'qitdim ya, maşallah" deb aş chin qilib, bu yerda o'qib haq menima bak o'qisin dedim, ubdan o'qisin deb aş bütün ahang, bütün ma'rifni ko'rsatdim deb naqshi, ya'ni artistlar ovozi shunda sun'iy tuzab, sun'iy bir shakl o'qganda qilmishda o'qiydi, bularniki hammasi nima qalbi kasal. Bu bunda o'qish bo'lmaydi. Chunki Qur'oni Karim Allohning so'zi o'g'ani qanday o'qish kerak? Rasmiy xushu bilan, rasmiy tazarru bilan qalbdan o'qish kerak. Qalb bilan o'qib chiqqan vaqtimizda andagi Qur'oni Karim avtomatik holat tabiiy bundaq chiqadi. Qalbdan chiqqan vaqtimizda o'qigan Qur'oni Karim a'ng'a adamning qalbiga tegadi. Ammo o Qur'onning o'zi mushtaq sun'iy shaklda chiqqan bilan, u kigidigidan mayzi tarafdan chiqqandan keyin u Qur'oni Karimniki o'zi u odamga yoqmaydi. U yerda hurmatimi yo'q, mushtaqcha bo'ladi deydi. Bara ibn Azib raziyallohu ta'ala rivoyat qildi, bara anladım Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan deydi. Qur'oni Karimni sizning ovozingizga nima qilinglar? Chiroyli qilinglar. Shuningla qalbingiz rasmiy unim bo'lsin, taqvochi bo'lsin. Chunki mana go'zal ovoz Qur'oni Karimni go'zallikka nima qiladi? Husni qo'shadi. Ya'ni go'zallikka qo'shadi. Unda o Qur'oni Karim o'zi go'zal. Unda o ovozini chiroyli qilsa, yin bir çok güzellik olur. Hem chiroyli olur. Unda onu Qur'oni Karimni o'qigan vaqtimizda tabiiy qalbdan xushu, men ovozini rasmiy chiroyli chiqarish nima?
Kur'an Arap tili olgan ekan, Arap tiliniki, aş millatiniki qanday o'qigan bo'lsa, mahrajni qanday chiqarib, qanday olgan bo'lsa, idigan va kaza bir narsani shundoq nima qilinglar, o'qinglar dedi. Men bu hadisni nima? İmam Darimi rivoyat qildi. Tavusni rivoyat qildi, bu adam mursal bo'lgan holatda bu hadisni rivoyat qildi ekan. Dedi Tavus, so'raldi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan, odamlarniki qaysi eng go'zaldir? Qur'onni mana Qur'on uchun ovoz jihatda. Ya'ni Qur'oni Karimni qaysi odamniki mana Qur'oni Karimni ovozi chiroyli, eng chiroyli shaklda o'qigan bo'ladi debdi. Mana eng go'zaldir o'qish jihatda. Ya'ni ovozim chiroyli, o'qishim ham chiroyli, qaysi shundoq bo'ladi degan vaqtimizda Payg'ambar debdi. Anda bir kishiki qachoniki anglasan sen o kishidan mana o'qiydi, o'qishi. Mana o'qiydi, o'qigan vaqtingizda ko'rsatilsan shuniki jazman mana bu o'quvchi odam qo'rqidi Allohdan. Men bu eng go'zal shaklda o'qigani. Ya'ni sen bir odamning Qur'onni quloq solgan vaqtingizdan u o'qidi deb shu chog'ingizda seninki qalbingda, seninki fikringda bu odamning o'zi resmi Allah'da korkup okumadı o, içten resmi takva adamken dep oku adamına avaz en kiraylık, mene o kıraati en güzel oldu o. Muştakçı okuş gerek, o riya kırıp, o sennetçilik, o nakşilik avazını yasap, onda okuşu utançı yemez dedim. Dedi Tavus ve berti talq diye adam şunu okşaştı. Yani talqning nima deydi? Bu katta bir olimken bu adam shu vaqtingizda bu adam Qur'onni o'qigan vaqtingizda rasmiy Allohni qo'rqib, ichida qalbidan ashundoqcha chiqib o'qiydi bu adam. Dedi. Yine Ubayd ibn Mulayki radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Berti bu Ubayd uchun bir suhbat bo'ldi. Yani u bir sahabiydi. Dedi Ubayd ibn Mulayki. Dedi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem, ey ehli Kur'an, Kur'an-ı Kerim'ni yastık kıvamanlar. Risat diyen hemen yastık. Kur'an-ı Kerim 5 kendi mıda koyuyor. Aşıdak işini çok kıvamanlar. Yani yastık tek, onu emel kılmayıgan, onu ne kılgan, gaflette, aşıdak uxlusan Kur'an-ı Kerim'in 5 koyup, aşıdak uxlayıgan dek, yastığın 5 koyup uxlagan dek. Gaflet anda galeti koyup, onda hakarete kemsip, onda işini çok kılmanlar. Sıra onda Kur'an-ı Kerim'de 5 yılga yastık alıp koyduğun nersi çok emez. Mındak öyününki mındak uyuk, yaki olmaydı derize, yaki mındak cozun üstüne mındak oyluğa, mındak zinet üçün koyduğun nersi çok emez. Bunda koymanlar. Kanda kılınlar. Tilavet okunu Kur'an-ı Kerim, hakiki tilavet kılış aletten keçi gündüzünki vaxtlarında nima qilinglar? Keçida va kunduzda vaqtimiz bo'lsa Qur'onni bekor qilmay o'qinglarki bekorlar oyoq ep qo'ydigan ishni uchun qilmanglar, yostiqdek. Qur'oni Karim nima qilinglar? Oshkorcha o'qinglar. Mana oshkor o'qing debdi. Chunki Qur'oni Karimdan yuqoridan agar u odamning niyatida men riyo qilmayman degan odam nisbatan oshkor o'qish kerak. Ammo riyo o'qib qoladigo deydigan bo'lsa maxfiy o'qish kerak. Endi Qur'oni Karim sizlar oshkor o'qing. Oshkor o'qigan vaqtingizda men o'zingiz bilsa, balvo qiling, firishtalar va uni boshqa odamlar Qur'oni Karim anglash sizga savobchi bo'ladi. Va yana chiroyli ovozda o'qing Qur'oni Karim. Va tadabbur qiling Qur'onni. Sizlar o'ylaninglar. Mana tadqiq qilinglar. Unda bilmasidiki shu Qur'oni Karim bo'lgan narsani, mana oyat, shu hukm, shu qissa, shu nima iymon aloqador bo'lgan narsa hammani shu fikr qilib o'ylanib o'qinglar. La'allakum tuflihun. Men tuplayhun. Men mushtaq qilsanglar rasmiy o'z maqsadingiz uchun yetishsizlarki, mana jannatga cho'k kirsizlar. Va oldirab qolmangsizlar Qur'oni Karimdagi savobini. Men Qur'oni Karimda mushunda chiroyli o'qigan, mushunda o'qiganlik savobini men mushu dunyoda olaman. Mushu dunyoda Qur'oni Karimdagi o'qigan savob menga hurmat olsun, obro'y olsun, inovat olsun, pul olaman, pul topaman deb ma Qur'oni Karimni ma ishlatish orqali ma dunyoda manfaatni ko'zlamanglar. Chunki bu Qur'oni Karim uchun bo'dur. Men bu dunyodan boshqa u dunyoda nima va savobchi bor. Siz shuni ko'zlanglar. Bu yerda ma Qur'on o'qimasam pul verirken, ya maaş verirken, ya andaqlayken, hurmatlayken, andaqlayken deb ma dunyodagi mana hozirgi foydani ko'zlab Qur'onni uchun o'qimanglar. Oxiratni ko'zlab o'qinglar. Alloh rizoligi uchun o'qinglar. Men hozir men o'qisam buning savobini Alloh qiyomat kuni jannatga beradi. Men shu yerda ko'raman deb shu nima qilinglar? O'qinglar deydi. Men bu ise İmam Bayhaqi Şuabil İman
degan kitobida nima qildi? Rivoyat qildi. Unda o'g'andikin biz Qur'oni Karim qanday o'qishimiz kerak ekan? Mana ulamolarimiz deyishcha, shu Qur'oni Karim tarobiy va kaza o'qib qolgan vaqtimizda pul os bo'lmaydi degan gapniki mana bizning vatanimizda bu asli bu shandi. Asli bu Qur'oni Karim o'qishda Allohning so'zi bo'ladigan ibodat bo'ladi. Ibodat emas, savob bo'ladi. Savobni kimdan olmoqchi? Allohdan olmoqchi. Allohdan olmoqchi bo'lgan bu savobning o'zini bu odam Qur'onni o'qib, bu insonlardan olaman degan vaqtning o'zida qanday bo'ladi o'chaning o'zida? Bu o mahcup bo'lmaydi. Hem bu Allah'ım eden, onu bunu dem eden, onda işçi bulmadı. Ya onu alırsın ya bunu alırsın. Çıksın birisi oldu. Onda o andaki Kur'an-ı Kerim'i okuyan, okup belgen, işte hafız kariyanın özü, resmi konuda niyeti halis olmuş gerek. Ama halis oldu, ama insanlar hürmet cihetinde hediye bir nes kıptı, uçan asip oldu. Onun meksidi, ben pul alımen, bana karşılığım, veya onu pul alımen demekti. Ama bir kıptı, uçanı hürmet kılıp, uçan özde, o hediye. O Kur'an'daki ağın ecir emez, yani hak emez. O bir hediye adamniki ma o Kur'an'a boğan hürmetin cihetini kılan hediye olan olsa uçanın yüzüde onun asıl eme o duruz. Ben anlatada hemimizin, beni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki muşku hedisi asasen emel kıldığan, hakiki takva muttaqimine alim mücahitlerden kısın ve ahir da'vana enelhamdülillahi Rabbil alemin.